İza sa'alta fas'alillah va iza ista'anta fasta'in billah. Agarda so'rasang, faqatgina Allohdan so'ragin. Agarda yordam so'rasang, madad so'rasang, faqatgina Allohdan yordam, madad so'ragin. Alloh taolo yozgan bo'lsa keladi. Alloh taolo yozmagan bo'lsa, barchasi to'planib turib harakat qilsa ham bu narsa amalga oshmaydi. Shuning uchun Alloh taologa zarar berguvchi ham, foyda berguvchi ham sen hech narsadan qo'rqmagin. Mana bu narsa aqidaviy masala. Mana bu narsa odamda yuragida bo'ladigan, qalbida bo'ladigan Alloh taologa bo'lgan ishonchdir. Mana shuni aqida deydi. Allohdangina qo'rqadi, Allohdangina umid qiladi, Allohdagina suyanadi, Allohgagina tavakkal qiladi, Allohnigina aytganini qiladi, Allohnigina birinchi o'ringa qo'yadi. Alloh taoloning fazli bilan va marhamati bilan bugungi inshaalloh odoblar hadislari sharhining navbatdagi raddul mazolimi ila ahliha, zulmni, nohaqlikni o'z egalariga qaytarish to'g'risidagi hadis. Va yana ikkinchi hadisimiz ihfazillah yahfazuk, Allohni saqlagin, Alloh seni saqlaydi degan hadislarning sharhini inshaalloh o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين ودمر أعداء الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد. الله تعالى فضل bilan va marhamati bilan bugungi inshaalloh odoblar hadislari sharhining navbatdagi raddul mazolimi ila ahliha, zulmni, nohaqlikni o'z egalariga qaytarish to'g'risidagi hadis. Va yana ikkinchi hadisimiz ihfazillah yahfazuk, Allohni saqlagin, Alloh seni saqlaydi degan hadislarning sharhini inshaalloh o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man kanat 'indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha." Kimdaki unda o'z musulmon birodarini zulm o'tkazib qo'ygan, zulmi bo'ladigan bo'lsa, unda bas u birodaridan halol qilib olishni talab qilsin, ya'ni kechirim so'rab olsin. Fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi. Chunki ana bu kunda, ana bu yerda, qiyomat kunida u yerda biror bir dinor ham, dirham ham bo'lmaydigan kun keladi bu kunda. Va yana mana shu narsadan oldin u kechirim so'rab olsinki, halollab olsinki, o'zini hasanatidan u birodariga olib berilishidan oldin. Fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi fa qurihat alayhi. Agarda u zolimda hasanatlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, boyagi mazlum birodarini gunohlaridan olinadi-da, unga qo'yiladi, ya'ni zolimning ustiga qo'yiladi. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari rivoyatlari. Ikkinchi hadisimiz عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, aytadiki, kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida edim. Orqasida turgan edim. Menga aytdiki: "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Ey bolakay, men senga bir necha so'zlarni, kalimalarni o'rgataman, yodlab olgin dedi. Aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki: "Ihfazillah yahfazuk." Allohni saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Ihfazillah tajidhu tujahak. Allohni saqlagin, Allohni oldingda topasan. Iza sa'alta fas'alillah va iza ista'anta fasta'in billah. Agarda so'rasang, faqatgina Allohdan so'ragin. Agarda yordam so'rasang, madad so'rasang, faqatgina Allohdan yordam, madad so'ragin. Wa'lam, bilginki, anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Bilginki, agarda butun ummat to'planib olib senga biror bir foyda yetkazmoqchi bo'lsalar, biror bir foyda keltirmoqchi bo'lsalar, ular hech qachon foyda keltira olmas, magar Alloh taolo senga ana shu foydani yozganigina keltira olarlar, deyapti. Va in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Agarda ummat to'plansalar, senga biror bir ziyon keltirmoqchi bo'lib to'plansalar,
ular Alloh taolo seni ustingga yozib qo'ygan yomonlikdan oshchasini keltira olmaslar. Rufi'atil aqlam va jaffatis suhuf. Akhrajahu at-Tirmidhi. Qalamlar ko'tarilgan va sahifalar qurigandir. Termiziy rivoyatlari. Birinchi hadisimizni sharhiga kirishamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man kanat 'indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu." Kimdaki o'z birodarining zulmi bo'lsa, bas undan halollab olsin, deyapti. Ya'ni bu degani kimda kim o'z birodariga zulm qilib qo'ygan bo'lsa, undan kechirim so'rab olsin, halol qilib qo'yishligini talab qilib olsin, deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Chunki فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. Bu yerda dinor va dirham, ya'ni pul bo'lmaydigan joyda turib qayerga ishora qilyapti? Qiyomat kuniga ishora qilyapti. Bu yerda pul bilan rozi qila olmaysiz. Dinor berib, tilla berib, kumush berib uni rozi qila olmaysiz. Ana shu kun kelishidan oldin undan kechirim so'rab, halollab oling o'zingizga, ya'ni rozi qilib oling. Qaysi yo'l bilan bo'lsinki, uni rozi qilib qo'ying, deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi mana bu yerda muallif, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, aytadiki, aqsamul zulm. Mana bu tark qilinmaydigan zulmni turlari. Biz bundan oldingi hadislarimizda zulmni turlarini o'tganmiz. Kechirilmaydigan zulm bor, kechiriladigan zulm bor va tark qilinmaydigan, qiyomatgacha olib ketadigan zulmlarni o'tganmiz zulmni. Mana bu kunimizda gaplashadigan bugungi mavzuyimizdagi zulm bu tark qilinmaydigan hech qachon zulm, bu bandalarning orasidagi bo'lgan zulm. Mana shuni endi turlari. Bu ikki qismga bo'lar ekan. Birinchisi beparvolik zulmi. Ikkinchisi esa dushmanchilik zulmi. Beparvolik zulmi qanday desa, misol uchun ahli ayolidan to'g'risida beparvo bo'ladi-da, uni taqvosiga qaramaydi, uni yeb-ichishga qaramaydi, kiyim-kechagiga qaramaydi, ro'zg'ariga qaramaydi, beparvo bo'ladi-da, ibodatiga qaramaydi, taqvosiga qaramaydi, namoziga qaramaydi, ro'zasiga qaramaydi. Mana shu bilan u ayoliga zulm qo'ygan bo'ladi. Yoki ota o'z bolalariga beparvo. Kiyintirmaydi, tarbiyasiga qaramaydi. Shuni tashlab qo'yadi-da, mana bu beparvoligi bilan u bolaga zulm qildi. Mana shu ham zulm. Chunki qiyomat kunida ana shu ayol yeriga bola otasiga osiladi. Sen menga nimaga haqqimni bermagansan deb turib, mana shu zulm ham tark qilinmaydigan zulm. Bu tark qilinmaydigan zulmning birinchi turi nima ekan? Beparvolik zulmi. Ikkinchi zulm dushmanchilik zulmi. Misol uchun, aldab pulni qo'yadi. Yoki urib pulni oladi. Yoki o'ldirib molini oladi. Yoki o'ldirib qo'yadi. Mana bu ham dushmanchilik zulmi. Bu ham hech qachon tark qilinmaydi. Endi kayfiyat at-tahallul minan nas. Endi inson bordi-yu, banda insonlarga zulm qo'ygan bo'lsa, uni endi qanday halollab oladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam halollab oladi. Qiyomatga davr sizlar halollab olinglar. Bu dunyoda o'zida kechirim so'rab uni rozi qo'yiladi. Bu qanday bo'ladi? Birinchi surat, agarda inson o'z birodarini g'iybat qilgan bo'lsa, endi uni halollab olish kerak. Chunki g'iybat o'z musulmon birodariga nisbatan haqqiga zulm, tajovuz qilishlikdir. Alloh taolo aytadiki: "Va la yaqtab ba'dukum ba'da." Sizlardan birovingiz, ba'zilaringizni g'iybat qilmasin. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta? Sizlardan birovingiz o'z birodarini, o'lgan birodarining go'shtini yeyishlikni xohlaydimi? Yaxshi ko'radimi? Tur Alloh taolo o'lik go'shtga o'xshatyapti. G'iybat qilishlikni o'z birodarining go'shtini, o'lik go'shtini yeyishlikka o'xshatyapti. Demak, g'iybat bu o'z birodarining go'shtini yeyishligi bilan barobardir, deyapti Alloh taolo. Endi bordi kimdan o'z birodarini yoki boshqa bir musulmonni g'iybat qo'ygan bo'lsa, buni qanday halollab oladi degan masala. Ulamolar aytadiki, mana bu yerda agarda g'iybatlanuvchining qulog'iga yetib borgan bo'lsa, so'zsiz borib turib kechirim so'rab olish shart bo'ladi. So'zsiz borib turib, kechiring, men sizga g'iybat qildim, halolda qilib qo'ying meni, qiyomatga qolib ketmasin, men tavba qildim, kechiring meni deb turib, undan kechirim so'rab olishlik bunga shart bo'ladi. Agarda g'iybatlangan odamning qulog'iga yetib borgan bo'lsa, chunki qulog'iga yetib borgandan keyin tabiiyki u xafa bo'ladi, qalbi sinadi, qalbini yakson qilgan bo'ladi birodarni. Va unga farz bo'ladiki, endi vojib bo'ladiki, borib undan halollab kechirim so'rab olishligi. Endi agarda u g'iybatlangan insonga qulog'iga g'iybat qilganligi yetib bormadi, bilmadi-da, bu o'rinda nima qiladi? Ulamolar, ko'pchilik ulamolar aytadiki, to'g'ri, ba'zi ulamolar aytgan, bu haqqini yeb qo'ygandan keyin so'zsiz borib turib kechirim so'rash shart.
Men seni g'iybat qilib qo'ymay falonchi, meni kechir deyish shart deyishadi ba'zi ulamolar. Mahkam turadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deyapti? Halollab olsin deyapti. Qiyomatga to'g'ri halollab olsin deyapti. Shunga binoan u kechirim so'rash shart, boshqa surat yo'q deb turib, ba'zi ulamolar qattiq turadida, aytasan borib deydi, g'iybat qilganing botil betiga aytasan deydi. Va yana ba'zi ulamolar aytadiki, va mana bu ko'pchilik ulamolarning qavli. Aytadilarki, agarda g'iybat quloqqa yetib bormagan bo'lsa, borib aytmagin. Chunki aytadigan bo'lsang, uni qalbini sindirasan birinchidan, ikkinchidan shayton oraga kiradida senga nisbatan adovat paydo qiladi qalbida. Inson shunaqa qalbi o'zgarib turadi. Shayton bitta vasvasa qiladida, insonning qalbi tez-tez o'zgarib turadigan narsa ekan-da. Shuning uchun borib aytmaginda uni haqqiga istig'for aytgan, uni haqqiga duo qilgan. Alloh mana shu bandani gunohini kechirgan va men tavba qildim deb turib, mana shu istig'for bilan cheklanadi va u gunohni qaytib qilmaydi deb turib ulamolar aytgan ekan. Bu ulamolarning dalili bo'lsa, aytganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadis keltirishadi. O'z musulmon g'iybat qilingan birodarning haqqiga qilingan istig'for halollab olishga kifoyadir degan mazmundagi bir hadisni dalil turib mana shuni aytishadi. Ammo bu hadis zaif to'g'ri. Bu hadis ko'pchilik ulamolar zaif ekan. Roviylarda sherlik bor, ammo ma'nosida yaxshilik bor deshadi. Chunki ma'nosi to'g'ri bu hadis zaif bo'lganligi bilan u insonga bor aytilmaydi, seni g'iybat qilib qo'ydim deyilmaydi-da, uni haqqiga duo qilinadi. Ana shunda Alloh taolo kechiradi. Qachon kechiradi desa, qachonki Alloh taolo u bandani qalbiga qarab muomala qiladi-da. Rostdan ham u banda tavba qilgan bo'lsa, qaytib g'iybat qilmayman deb turib tavba qilgan bo'lsa, qaytib ana shu birodarimni ham qolgan musulmonlarni ham g'iybat qilmayman deb turib rostda kamiga sodiq chin tavba qilgan bo'lsagina Alloh taolo gunoh kechiradi. Alloh taolo biz qalblarimizga qarab muomala qilgan ekanda. Demak, mana ikkinchi qavlan bor ekan. G'iybat qilib bo'laverib, keyin uni haqqiga duo qilaman degan odamni Alloh taolo gunoh kechirmaydi. Alloh taolo tavbatan nasuha degan qilgan tavbalarni, ya'ni chinakam tavba qilganlarni, afsuslanib, qaytib o'sha qo'lurimman degan tavbalarni Alloh taolo qabul qiladi. Mana shunday tavba qilsa, Alloh taolo uni kechirishi mumkin. Ammo keyinchalik uni haqqiga istig'for qilaman deb turib, bemalol g'iybat qilaverishlik, odatlanishlik bu Alloh taolo kechirishiga shart kafolat yo'q aslida. Alloh taolo kechiradimi, qiyomatga qo'yib beradimi? Haligi g'iybatlangan inson bilan ikkovini ro'baro qo'yib turib, ana birodaring seni g'iybat qilgan sababindan, seni yuzingga kulib turganligi bilan, seni birodarim deyorganligi bilan orqangdan rasa g'iybatlar qilardi. Seni yuzingga kulib turganligi bilan seni ko'rolmas aslida rasa g'iybatlar qiladi, haqqingga tajovuz qilardi. Avvalenda deyishlik mumkin-da, kim aytadi? Alloh taolo bunday qilmaydi turib. Ammo Alloh taolo bizni qalblarimizga qarab muomala qiladi. Agarda bordi-yu biz mana shu g'iybat qilgan odam mana shu qilgan ishdan chinakam afsuslanib, bo'ldi qayta g'iybat qilmayman deb turib ana shu g'iybatlangan birodarining haqqiga duolar qilsa, Alloh uning gunohlarini kechirgan va meni ham gunohlarimni kechirgan, qaytib meni g'iybat qilmay tavba qiladigan bo'lsa, Alloh taolo tavbasini qabul qilgan. Va yana ba'zi ulamolar aytgan, endi uni orqasidan g'iybat qildimi, qolganlarning ichida uni obro'sini tushirdimi, endi unga vojib bo'ladiki, ana shu g'iybatni yuvish, ana shu gunohni yuvish qanday bo'ladi desa, qolganlarning ichida endi uni maqtab qo'yish deb qoladi. Fursat kelganda qolganlarning ichida ana shuni hurmatni ko'rsatib qo'yadi. Maqtab qo'yadi. Ana shunday qilib turib, haqqini uning yomonlikni o'rniga yaxshilik bilan javob qaytarib qo'yib, ana shunday qiladi. Agarda endi u odam o'lib ketgan bo'lsa, g'iybatlangan odam so'zsiz uni haqqiga istig'for aytadi va gunohiga tavba qiladi. Boshqa iloji ham yo'q endi. Ammo mana bu g'iybat juda ham xatarli narsa. Hech kimga kafolat bermaydi. Bu g'iybat qilgan odam so'zsiz kechirilib ketadi. deb biror kafolat bermaydi. Qiyomatda Alloh taolo xohlasa uni kechirib yuboradi, xohlasa ana shu g'iybatlangan akanimizdek birodar bilan ro'baro qilib qo'yadi. Hech qanaqa kafolat yo'q. Lekin ulamolarning qavllari mana shu yerda zikr qilingan. Endi zulm, g'iybat to'g'risidagini aytdik hozir, qanday halollab olishlikni. Endi birovdan pulini tortib olgan bo'lsa, birovdan yerini tortib olgan bo'lsa, birovning ulovini tortib olgan bo'lsa, bu qanday tavba qiladi bu inson desa, agarda bu inson jahiliyat davrida birovlarni kuydirib yurgan bo'lsa, birovlarning haqqiga tajovuz qilib uni yeb yurgan bo'lsa, va u hidoyat topgandan keyin uni endi qaytarishlik iloji yo'q. U endi qanday tavba qiladi desa, shariatimizda hamma narsa iloji bor-da. Bo'ldi, unga endi tavba eshigi yopiq, qiyomatda ana shularni so'zsiz savobidan beradi deb turib biz cheklanmaymiz. Ulamolar aytadiki, bu modomiki qaytdim orqaga tavba qiladi, rostakam chinakam tavba qiladi va boyagilarni topib turib iloji bo'lsa meni kechir deb turib halollab olishligini talab qiladi. Agar hech qarsini topolmaydigan darajada qiyin bo'ladigan bo'lsa, ommatan haqqlariga duo qiladi. Mana shu men zulm qilgan bandalarni Allohim gunohlarini o'zing kechirgan va men tavba qildim deb turib
sodiq Alloh taologa chinakam rostgo'ylik ila tavba qiladi. Mana shu bilan uni gunoh kechiriladi. Agarda bordi uni qo'lida olgan mulklar hali turgan bo'lsa, tortib olgan yerlari turgan bo'lsa, hali ham tortib olgan ulovlari, minadigan markablari turgan bo'lsa, va u egalarini taniydi, kimdan tortib olganligini biladi-da, u endi haqni bildi, bu haromligini bildi. Nima qilish kerak bo'ladi desa, bunga endi kifoya bo'lmaydi, duo qilish kifoya bo'lmaydi. Istig'forat qilish kifoya qilmaydi bunga. Borib endi o'z ahllariga, o'z egalariga mashinasini mashinaga qaytarib beradi, mashinasini egasiga qaytarib beradi, uyini egasiga qaytarib beradi. Kim urgan bo'lsa, borib meni urib olib turib kechirim so'raydi. Mana shunday qilinadi. Ammo endi uni topish iloji yo'q bo'lsa, bunga ancha yillar o'tib ketgan bo'lsa, yoki ular o'lib ketgan bo'lsa, yoki buni qo'lida boyagi mulklar yo'q endi ishlatilib ketgan bo'lsa, bu endi istig'for bilan cheklanadi. Chunki Alloh taolo yaghfiru zunuba jami'a, shirkdan boshqa hamma gunohlarni Alloh taolo kechiradi. Va shirkni ham kechiradi. Shirkni ham bu dunyoda kechiradi. Agarda o'lmasdan turib tavba qiladigan bo'lsa, inson qaytadigan bo'lsa, Alloh taolo kechiradi. Ammo shu bilan o'lib ketib qoladigan bo'lsa, qiyomatda mana bu bo'yindagi qarz holatga o'lib ketadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadis solib qo'yganki, shahidning qarzi kechirilmaydi degan mazmunda hadislari bor. Agarda qarz bo'ladigan bo'lsa, u qiyomatda so'zsiz so'raladi. Mana bu hadisdan olinadigan foydalar. Hurmatul zulm, zulmni haromligi to'g'risida hadisdan foydalanamiz. Va hurmatud dima wal amwal wal a'rad. Va musulmonlarni, nafaqat musulmonlarni, kofirlarni ham bunday qilib zulm bilan mulklarni olmaydi. Qiyomatda so'ralasiz bundan ham. Odamlarni mol-mulklari va qonlarini haromligi to'g'risida mana bu hadisda foydasi bo'ladi. Anna afdalul a'mal an ya'ti al-muslim yawm al-qiyamati saliman min az-zulm. Va yana amallarning eng afzali qaysi ekan desa, qiyomat kunida inson zulm qilmagan holatda Robbisiga yo'liqishli ekan. Chunki inson agarda zulm qilib qo'ygan holatda Robbisiga yo'liqadigan bo'lsa, Robbisi bandalar bilan, ya'ni mazlumlar bilan uni ro'baro qilib qo'ysa, mazlumlar uni gunohlarini bitta, uni savoblarini bitta qo'ymay olishi mumkin ekanda. Agar uni savobi yo'q bo'lsa, unga gunohlarini berib qo'yishligi mumkin ekan. Mana bu narsalarni hammamiz bilamiz. Zulm yomonligini, g'iybat yomonligini bilamiz. Va bilib turib nimagadir beparvomiz. Va bilib turib nimagadir yengil sanaymiz. Hammamiz bilamiz, ammo parvo qilmaymiz. Mana natijada o'ziga o'zi zulm qilganlarning qatoriga biz ham kirib qolishligimiz xavfi bor. Ikkinchi hadisimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek, Alloh taoloni saqlayin, Alloh seni saqlaydi degan hadis. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Ibn Abbos aytayapti, Rasulullohning orqasiga ketayotgandim deyapti. Bunda tushunadiki, ehtimol qilinadi, bir yarashib, mingashib olib, bir ulovda ketganligi ham kutiladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mutavoziligidan shuki, ba'zi Muoz ibn Jabal bilan bir eshakda bir yarashib, mingashtirib olib yurardilar. Ya'ni sahobalari bilan men payg'ambarman, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zotman deb turib, menga alohida tuya ber demasdi. Eshakka o'zini yaxshi ko'rgan sahobiylari bilan bir yarashib minib yurardi. Mana bu hadisdan ehtimol qilinadiki, Ibn Abbos ham Rasulullohning orqasida ketyapman deganligidan bir yarashib mingashib olib ketgan bo'lishi mumkin yoki orqasidan yurib ketgan bo'lishiga ham ehtimol qilinadi muhaddislar. Endi Ibn Abbos kim u? Ibn Abbos bu sahobiy, bu hadisda raviyul a'lasi, rivoyatchisi, uning to'liq ismlari Abdulloh ibn Abbos ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Mannaf ibn ammi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu kishi Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuning o'g'illari va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilarining o'g'illari bo'ladi. Mana bu yerda bu kishining yoshlari yosh payt bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ey bolakay deb turib murojaat qilyapti. Bu kishining tug'ilgan sanasi Ulida qabla al-hijrati bi 3 sinin. Hijratdan 3 yil oldin tug'ilgan ekan. Va bu kishining islom dinidagi eng fazilatli amallardan bir nechasini sanab o'tamiz. Da'alahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bil fahmi fil Qur'on. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishining haqqiga Qur'onni fahmini bergan deb turib Alloh taologa duo qilganlar ekan. Fakana yusamma al-bahr wal-hibr li sa'ati ilmihi. Va bu kishi nomlanardi dengiz va siyoh deb turib nomlanardi. Chunki ilmining ko'pligidan Qur'onning tarjimoni deb turib bu kishi laqablangan. Mana bu kishi Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu, ya'ni otasi ham sahobiy bo'lgan, shuning uchun roziyallohu anhu deyiladi. Ya'ni ularning ikkovidan Alloh rozi bo'lsin degani. Mana bu kishi Qur'on ilmida dengiz deb turib atalar ekan va Qur'on ilmida siyoh deb turib atalar ekan. Va bu kishi Qur'onning tarjimoni deb turib atalar ekan. وقال عبد الله بن مسعود إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في شعر ذلك
لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل. Agarda Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuma bizni yoshimiz bilan teng yosh bo'lganda, biz yoshimizdagilar unga birortamiz yetolmasdik ilm borasida degan ekan. Ya'ni u paytda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bor paytda Abdullah ibn Abbos yoshlari juda ham kichkina, 9 yoshda yoki 10 yosh atrofida bo'ladi. Mana shu kishiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, bolakay, senga kalimalar aytaman, yodlab olib turib, mana bu ulug' bo'lgan, ulkan bo'lgan gaplarni aytdi. Aytadiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ihfazillah, Allohni saqlagin deyapti. Banda qanday Allohni saqlashligi mumkin? Allohni saqlagin, Alloh shunda seni saqlaydi deyapti. Buni ma'nosi shundaki, Allohning buyruqlarini saqlagin, Allohning hududlarini saqlagin. Alloh taolo halol degan narsani halol degan va farz qilgan narsani bajargan, qaytargan narsalardan qaytgan va harom degan narsalardan tiyilgan va harom degan. Mana shunda Alloh taolo seni saqlaydi. Nimani saqlaydi? Qanday saqlaydi? Fi dinika, diningni seni saqlaydi. Va ahlika va malika va nafsika, va ahli oilangda va mol dunyoyingda va o'zingni joyingni saqlaydi. Turib Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdi. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapini davom etdiki, ihfazillaha tajidhu tujahak. Allohni saqlagin, Allohni shunda sen oldingda, ro'baro'ngda topasan dedi. Buni mazmuni qanday bo'ladi desa, agar sen Alloh taoloning buyruqlariga itoat qilib yuradigan bo'lsang, Alloh taoloni sen o'zingni oldin topasan, u seni barcha yaxshiliklarga burib qo'yayotganligini va barcha yaxshiliklarga dalolat qo'yayotganligini va muvaffaq qo'yayotganligini topasan deyapti. Demak, odam bir narsaga muvaffaq, ya'ni ibodatda muvaffaq bo'lishlik uchun va jonini saqlashlik uchun va dinini saqlashlik uchun nima qilish kerak ekan desa, bu Alloh taoloning dinini saqlashlik kerak ekan odam. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni saqlagin, ya'ni dinini saqlagin, Alloh taolo seni barcha narsani saqlab qo'yadi dedi. Va yana uchinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Idza sa'alta fas'alillah." Agarda so'raydigan bo'lsang, faqatgina Allohdan so'ragin dedi. Biror bir maxluqqa suyanmagin, biror bir maxluqdan biror bir hojatingni so'ramagin. Faqatgina faqirligingni, muhtojligingni Allohgagina qilgin. Tamachi bo'lmagin. Past ketib insonlarga o'zingni hoqisor qilib ko'rsatmagin. Faqatgina Alloh taologa hoqisor bo'lgin. Alloh taolodangina so'ragin. deb turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohgagina suyanishlikni mana bu Ibn Abbos roziyallohu anhuga o'rgatyapti. Va yana 4-chi kalimasi shu bo'ldiki, va idasta'anta fasta'in billah. Agarda madad talab qiladigan bo'lsang, yordam so'raydigan bo'lsang, faqatgina Allohdangina yordam, madad so'ragan dedi. Agarda qanday bir narsada senga yordamchi kerak bo'lib qolsa, qaysi ishing bo'lmasin, qaysi ishing bo'lmasin, mana shu ishda senga biror yordam kerak bo'lyaptimi? Faqatgina Allohdan so'ragin. Qanday ish bo'lmasin. Ilm talab qilmoqchimisan, birovga yalinmagin. Birov menga unamayapti, sharoitim bo'lmayapti demagin. Allohdan so'radingmi sen o'zi? Allohdan biz so'raymizmi o'zi ilm olamiz deb? Biz aytamizki, ilm olish kerak deymiz, sharoitimiz chataqlar deymiz. Ilm olish kerak deymiz, bizning qishloq sharoitimiz to'g'ri kelmaydi-da, bo'lmasa olar deymiz. Yo bo'lmasa oilada bitta o'g'ilman-da deymiz. Aslida bu yerda savol. Biz Alloh taolodan biror marta madad so'radikmi? Allohim menga madad ber, ilm olmoqchiman dedingmi? Qanday shunday Alloh taologa duo qiladigan bo'lsa, bizga madad bermaydi. Alloh taolo zulm qilmas hech qachon. Ammo bandalar o'zlari zulm qiladiganlardir. Shuning uchun qanday bir yordam kerak bo'lsa, faqatgina Allohdangina so'ragin dedi. Va yana 5-chi kalima shu bo'ldiki, wa'lam, bilginki, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Alloh lak. Agarda ummat barchasi to'planib turib senga yordam keltirmoqchi, foyda keltirmoqchi bo'lsa, Alloh taolo yozib qo'ygan foydadan biror miqdor oshiqcha foyda keltira olmaydi. Ya'ni foydani faqatgina Allohdangina kut. Sen atrofindagilar ko'zingga foydalilar bo'lib ko'rishligi mumkin. Ammo sen hech qachon ularga suyanmagin. Foydani faqatgina Alloh taologina bera oladi. Atrofingdagilar qo'lini cho'zsa haq aytadigan, haq qo'lini cho'zsa aytadigan bo'lib ko'rinishligi mumkin. Ammo bularni shayton ko'zingga ziynatli qilib ko'rsatib qo'ymasin. Faqatgina Allohgina bergan foydadan oshchasini hammasi to'planib olib turib bersa ham, senga yozilgan rizqdan oshchasini bera olmaydi deyapti. Chunki inson hech qachon o'lmaydi. O'ziga yozilgan rizqni hammasini yeb bo'lgandan keyingina, nasibasini olgandan keyingina o'ladi. Undan oshcha narsa olinmaydi. Undan oshcha narsa hech qachon inson bor vujudi bilan harakat qilsa ham unga erisha olmas. Shuning uchun
foydani faqatgina Allohdangina kutgin. Hech kim senga foyda keltira olmas. Qolganlardan kutmagin deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana bu narsaga buyuryapti. 6-kalima shu bo'ldiki, va idza ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allohu alayk. Agarda ular senga yomonlik, zarar keltirmoqchi bo'lsalar, hammasi to'plandilar. Ular senga Alloh taolo yozib qo'ygan zarardan boshqasini keltira olmas. Ya'ni hech kim senga zarra misqolachalik, zarra qadar yomonlikni keltira olmaydi. Alloh taolo yozgan bo'lsa keladi. Alloh taolo yozmagan bo'lsa, barchasi to'planib turib harakat qilsa ham bu narsa amalga oshmaydi. Shuning uchun Alloh taologa zarar berguvchi ham, foyda berguvchi ham sen hech narsadan qo'rqmagin. Mana bu narsa aqidaviy masala. Mana bu narsa odamda yuragida bo'ladigan, qalbida bo'ladigan Alloh taologa bo'lgan ishonchdir. Mana shuni aqida deydi. Allohdangina qo'rqadi, Allohdangina umid qiladi, Allohdagina suyanadi, Allohgagina tavakkal qiladi, Allohnigina aytganini qiladi, Allohnigina birinchi o'ringa qo'yadi. Mana shu inson Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu aytgan hadisga, mana shu inson Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan mana bu hadisdagi sifatlarning hammasiga tushadigan inson, mana shu aqidasi salim bo'lgan, to'g'ri bo'lgan inson mana shu insondir. Va yana 7-kalima shu bo'ldiki, rufi'atil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilib bo'ldi. Bu degani hamma narsa taqdir yozilib bo'lgan, u o'zgartirilmas endi. Va yana sahifalar qurilgan. Lavhul mahfuzdagi mana bu kitobda hamma narsamiz yozilgan. Odam alayhissalom yaralishidan oldin maxluqlarning hamma narsasi yaralishidan boshlab qiyomatga qadar bo'ladigan narsa hammasi mana shu lavhul mahfuzda yozilgan. Mana shu varaqlari hammasi qurib bo'lgan. Bu narsa o'zgarmaydi endi. Xavotiroma hammasi yozib qurib bo'lgan, hech narsa o'zgarmaydi. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda aytadiki, Alloh taolo mana shu bashariyatni, maxluqlarni taqdirlarini yer va osmon yaratilishidan 50 ming yil oldin yozib qo'ygandir degan hadislar bor. Ya'ni yer va osmon yaratilishidan 50 ming yil oldin bizni taqdirlarimiz, nima qilishlarimiz kelajakda, o'tmishda nima qilganlarimiz va qiyomatga qadar mana shu bashariyat, mana shu koinotda nimalar bo'lishlari hammasi yozilib bitilgan. Endi xavotirga o'rin yo'q. Al-ashya allati yanbaghi an yahfazaha al-'abd. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Allohni saqlagan, Alloh seni saqlaydi dedi. Endi banda saqlashlik kerak bo'lgan yana bir necha narsalar bor. Birinchisi al-ayman. Endi qasamlar saqlash kerak. Alloh taolo aytgandek, "Wahfazu aymanakum." Moida surasining 89-oyatda Alloh taolo aytadiki, sizlar o'z qasaminglarni saqlanglar, muhofaza qilinglar deyapti. Ya'ni qasam ichganda faqatgina rost bilan qasam ichinglar. Qasam ichganda faqatgina Allohgagina qasam ichinglar va qasam ichayotgan bo'lsanglar, u qasaminglarda turib beringlar. Mana shu narsaga banda muhofaza qilishingiz shart. Yana bordi-yu, qasam ichganda u qasamida turib bera olmasa nima bo'ladi? Qasam turlari ko'p. O'tgan ishga qasam ichadigan bo'lsa va u shunday bo'lmaydigan bo'lsa, inson agarda adashib qasam ichib qo'ygan bo'lsa, u kechiriladi. Misol uchun, kecha men Allohga qasamki, falonchini ko'rdim masjidda desa, u adashayotgan bo'lsa, Alloh taolo kechiradi. Agarda yolg'ondan qasam ichayotgan bo'lsa, u gunohkor bo'ladi. Ulkan gunohni qilgan bo'ladi. Alloh taolo nomini o'rtaga qo'yib turib, Allohga qasam, kecha men masjidda falonchini ko'rdim, bilib turib, o'zi ko'rmagan, bilib turib ko'rdim deyotgan bo'lsa, u katta gunoh qilayotgan bo'ladi, kasoblik qilayotgan bo'ladi va yana Allohning nomini yolg'oniga qo'shtirib qasam ichganligi uchun ulkan gunoh bo'ladi. Va bunga hech qanaqa shariatimizda kafforat yo'q. Shariatimizda qasamga kafforat birgina o'rinda bo'ladi. Qachonki kelajakda bo'ladigan narsaga qasam ichib turib, u qasamini buzsa. Misol uchun, Allohga qasam, ertaga men bomdoddan keyin mana shu yerda men sen bilan ko'rishaman desa va ertasi kuni kelmasa, mana shu o'rinda u qasam ichganligi uchun u endi kafforatni to'lab beradi. Alloh taolo "Wahfazu aymanakum", qasaminglarni muhofaza qilinglar degan oyat mana shu yerda amal qilishli bo'ladi. Endi uni kafforatni to'lashi kerak bo'ladi. Agarda bordi-yu inson qasam ichib turib, u qasamida turib bera olmaydigan bo'lsa, endi uni kafforati 10 ta miskinni yo to'yg'azadi yoki kiygizadi o'rtacha holatda, yoki bitta qulni ozod qiladi. Mana shu bitta qulni ozod qiladi yoki 10 ta miskin to'ydiradi yoki kiydiradi, uchovidan bittasini tanlash ixtiyori bor. Tanlash ixtiyori mana shu yerdagina bo'ladi. Agarda uchovi ham qodir bo'lmasa, yana undan soqit bo'ladi bu narsalar, 3 kun ro'za tutib beradi. 3 kun ro'za tutib berishlik unga endi farz bo'ladi. Qasamini buzgan insonga. Ya'ni qasamini kimlarga buzib qo'ysa, osongina men 3 kun ro'za tutmayman deyishlik bu xato. Qabul qilinmaydi undan. Agarda qodir bo'lmasa, yana keyin
ya'ni 10 ta miskinni to'yg'azgani qodir bo'lmasa, yana keyin undan soqit bo'ladi. Va yana ikkinchi narsa hifzur ra's, kallani, boshni saqlashlik. Bu qanday bo'ladi desa, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan degan Isro surasida 36-oyat 36-oyat shunday marhamat qilinadiki, albatta quloq, ko'z va qalb, mana bu narsa so'raluvchi narsalardir deb Alloh aytadi. Ya'ni qiyomatda banda ulardan so'raladi. Ko'z, quloq, ya'ni eshitish, ko'rish, bu ne'matlardan inson qiyomatda so'raladi. Mana shu narsani muhofaza qilsa, Allohni muhofaza qilgan bo'ladi u banda. Qanday? Ko'zni haromdan tiyadi, fahshdan tiyadi, quloqni haromdan tiyadi, g'iybatdan tiyadi, namimadan tiyadi, birovni yomonlashlikdan tiyadi, yolg'ondan tiyadi quloqni. Faqatgina Alloh rozi bo'lgan narsalarnigina u tinglaydi, eshitadi. Quloqni musiqadan tiyadi va ko'zni haromdan tiyadi va qalbni harom bo'lgan muhabbatlardan tiyadi. Mana shu narsani muhofaza qilishlik bandaga farz bo'ladi. Uchinchisi hifzul batn, qorinda harom sharob va yeyishlikdan saqlashlik. Mana shu ham Allohni saqlashlik degan hadisning tafsiri bo'ladi. Qanday desa, odam yeyotgan narsasini halollaydi, luqmasini halollaydi, ichayotgan narsasini halollaydi, ribo yemaydi. Mana bu ishingda ribo bor, buni yema, bu ishingni tark qil, bu harom bo'ladi desa, mana shu ribodan tiyilsa, mana shu ribodan qornini saqlaydigan bo'lsa, u demak Allohni saqlayotgan bo'ladi. Ya'ni Allohni saqlayotgan degan hadisga amal qilayotgan bo'ladi. Allohni saqladigani ko'z, quloqni, qorinni, qalbni saqlashlikka kiradi. Xo'p, endi hifzullohi li ibadihi yadkhulu fihi naw'an. Alloh taolo bandalarini yahfazillah hafaz dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Allohni saqla, Alloh seni saqlaydi dedi. Alloh bandalarini saqlashlikning turi ikki xil bo'lar ekanda. Birinchisi hifzuhu lahu fi masalih dunya. Bandani dunyo maslahalarini, dunyo ishlarida bandasini saqlab qo'yishlik bo'ladi. Alloh taolo bandasini saqlash degani u insonni tanasini saqlaydi, badanini saqlaydi, sihat, salomatlik beradi, mol dunyosini saqlaydi, talofat ko'rmaydi, bola chaqalarini saqlaydi, ahli oilasini saqlaydi. Mana shu ham Alloh taoloning saqlashligi bo'ladi bandasini. Va bu birinchi turi. Va ikkinchi turi bo'lsa, va bu sharafliroqdir. Ikkinchi turi va huwa ashrafun naw'ain hifzullohi lil-'abdi fi dinihi va imanihi. Alloh taolo bandasini dinida va iymonida saqlashligidir. Mana bu Alloh taoloning eng sharafli bo'lgan hifzidir. Alloh taolo qaysiki bandasini dinini va iymonini saqlasa, demak u bandaga eng sharafli bo'lgan hifzini berdi. Mana bu hadisdan olinadigan foydalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mulaqafatun nabiy sallallohu alayhi vasallam liman huwa dunahu haythu qala ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zgalarga lutf bilan muomala qilishligi mana bu hadisda olinadi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamisha o'zgalarga muomala qilayotgan paytda o'zidan pastdagilarga ham, atrofidagilarning barchalariga lutf ila muomala qilardi. Aytadiki, 10 yoshli bolaga aytadiki, "Ey bolakay, men senga kalimalar o'rgatib qo'yaman", yotlab olganda turib, Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuga lutf bilan aytayapti. Mana bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nabaviy bo'lgan xulqini o'rgansa bo'ladi. Va yana anna man adaa Alloh ay adaa dinalloh fa inna Alloh yudhi'uhu va la yahfazuhu. Ikkinchi olinadigan foyda shuki, va bu muhim foyda juda ham, hammamiz yaxshilab tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Kimki Alloh taoloni zoya qiladigan bo'lsa, ya'ni Alloh taoloning dinini zoya qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni o'zini zoya qilib tashlaydi va yana Alloh taolo uni muhofaza qilmaydi bandani. Chunki inson aytadi, ishim yurishmayapti, qalbim siqilyapti, qarzdan chiqmayapman, uyimda halovat yo'q, tinchlik yo'q, baxtlilik yo'q, baxtiyor emasman, doim siqilib yuraman deydi, ammo namoz o'qimaydi. Yoki namozni o'qiydi, chala o'qiydi. Yoki namozni o'qiydi, hech qachon jamoatga qatnashmaydi. Va aytadiki, men baxtli bo'la olmayapman deydi. Alloh taolo mana shunday kimsalarga aytadiki, Alloh taolo: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimda kim meni zikrimdan, meni eslashlikdan, meni ibodatimdan bosh tortadigan bo'lsa, bas albatta unga tor hayot bo'lur. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma.
Ana shunaqa bandalarni, ana shu kimsani biz Alloh taolo aytadiki, ana shu kimsani biz qiyomatda ko'r holatda tiriltiramiz deyapti. Shunda ana bu inson aytadiki, qala robbi lima hashartani a'ma. Ey Robbim, nimaga meni ko'r holatda tiriltirding deganda aytadiki, qad kuntu basira, men ko'rardim bu dunyoda deb turib Robbisiga xitob qiladi. Robbim, nimaga men ko'rman hozir? Bu dunyoda ko'rardim deganda qala kadalika atatka ayatuna fanasitaha. Mana bu dunyoda senga oyatlarimiz, eslatmalarimiz, alomatlarimiz kelardi senga, ammo sen unutarding uni. Va kadalika al-yawma tunsa. Ana shu dunyoda sen unutgansan bizni alomatlarimizni, oyatlarimizni, eslatmalarimizni, bugun ham sen ham va kadalika al-yawma va kadalika al-yawma tunsa. Va endi sen ham xuddi shuningdek bugun ham unutilasan deb turib, Alloh taolo unga qiyomatda ana shunday holatda tiriltirar ekan. Demak, kimda kim Alloh taoloning dinini saqlaydigan bo'lsa, Alloh taolo uni o'zini saqlaydi. Kimda kim Alloh taoloning dinini muhofaza qilib yuradigan bo'lsa, amal qilib yuradigan bo'lsa, Alloh taolo unga bu dunyoda o'zida ham baxtlilikni beradi va bu dunyoda ham uni mukarraminlardan, hurmatlilardan qilib qo'yadi. Alloh taoloning va'dasi haqdir. Bunga faqatgina mu'minlar ishonadi. Mu'minlar degani Alloh taologa iymon keltirganlar ishonadi. Va bunga faqatgina munofiqlar ishonmaydi. Munofiqlar degani tashqarida men musulmonman, men taqvodorman deydi-yu, Allohning va'dasi haq deydi-yu, ammo qalbida buni inkor qiladi. Qalbida ichidan bunday narsaga ishonmaydi. Qanday deydi? Shuning uchun Alloh taolo barchamizni o'zi suygan mu'min bandalardan qilsin va yana Alloh taoloni saqlaydigan va Alloh taolo ham ularni saqlaydigan mu'min bandalardan qilishligini Alloh taolodan barchamiz so'raymiz. Allohumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum.